Men Shonazarov Farhod Umurboyevich. 2006-yil zavodga kelishim tasodif bo'lgan. O'sha paytlarda Chirchiq telekanali ish olib borardi. O'sha yerda ma'lumotlar chiqardi, har bir zavodda qanaqa qaysi lavozimdagi qaysi ishlar bo'lyapti. E'lonni ko'rib ishga kelganman. 2016-yildan keyin ishlab chiqarish bo'lim boshlig'i o'rinbosar lavozimiga ishga o'tdim. Hozir o'sha kundan beri o'sha lavozimda ishlab kelyapman. Noyob metallar metallurgiyasi juda ham o'ziga xos hisoblanadi metallurgiyasi. Bu har doim boshqa metallar bilan qo'shilib keladi va boshqa metallardan ajratib toza holatgacha olib kelish juda ham qiziqarli jarayon hisoblanadi bu. O'sha qiziqish meni olib kelgan bo'lsa kerak shu sohaga. 2007-yildan 2011-yilga bo'lgan oraliq, o'sha paytda sex apparatchik ishlagan paytimda bizning seximizda Yermolik Anatoliy Sergeyevich degan laboratoriya boshlig'i bo'lardi. O'sha odam ko'p narsani menga o'sha odam o'rgatgan. Nimaga deganda o'sha har bir jarayonda mag'zini, har bir jarayonda bo'lib o'tadigan o'zgarishlarni laboratoriya holatida ko'rsatib chiqardi har birini. Gidrometallurgiya jarayoni bu o'ziga yarasha juda ham talabi kuchliroq. O'zingiz tasavvur qiling, metallni rastvor holatiga o'tkazish kerak, eritma holatiga o'tkazib, ion holatiga o'tkazish kerak. O'sha metallni his qilishingiz kerak gidrometallurgiyada. Jarayonni aytadigan bo'lsak, jarayon eng qiyin jarayon bu sorpsiya jarayoni hisoblanadi. Sorpsiya jarayoni bu boyagi rastvor holatdagi o'tgan metallni o'ziga ushlash qobiliyatiga, xususiyatiga ega o'shanda jarayon hisoblanadi. O'sha jarayonni yanglishsa ishchi, o'sha jarayon noto'g'ri ketib qolsa, o'sha ishlab chiqarilgan metallni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Sifatli mahsulot olishda bu har bir texnologik jarayonni to'g'ri tahlil olib borish eng muhim sifat hisoblanadi. Tahlil noto'g'ri ketib qolsa, oxirida chiqadigan mahsulot ham sifatga talabga javob bermay qolishi mumkin. Eng asosiysi filtratsiya jarayoni bor. O'sha filtratsiya jarayoni juda ham aniqlikda olib borilishi kerak. Molibdenni o'ziga xosligi dunyo miqyosida molibdenni 3 xil usulda olinadi. O'sha ammiakli suv bilan eritish, sodali suvda, keyin yuqori temperatura pechkalarda metallni uchirish jarayoni bilan olinadigan usullar bor. Sodalikda hozirgi kunda biz ishlab turganimiz soda rastvorda eritamiz. Bu yuqori sifatli mahsulot chiqaradi, birinchi ekologik toza mahsulot chiqaradi, keyin ishlab chiqarish miqdori ham ko'proq bo'ladi boshqa texnologiyalarga qaraganda. To'g'risini aytsam, ish jarayonida har kuni ertalabdan soat 7 da gidrometallurgiya sex boshlig'iga telefon qilaman. Reja qancha edi, qancha bajarding degan har kuni birinchi shundan boshlanadi. O'sha rejani bajargan bo'lsa, ish o'sha kuni yaxshi ketadi. Reja deganda gidrometallurgiya jarayoni to'xtovsiz jarayon hisoblanadi. Bu kechqurun, kunduzi, bayram kuni degan narsa yo'q bu jarayonda. Jarayon biron joyi to'xtasa, demak mahsulot sifatsiz chiqadi, rejani bajara olmaydi. Demak, har kuni o'sha rejadan boshlanadi ishimiz. Sexda nosozlik bu bo'ladigan narsa. Bu texnologik jarayon bu. Sexda uskunalar ko'p, ishlaydigan uskunalar. Sexda o'sha gidrometallurgiya sexida nosozlik degan narsa bu o'sha yoqqa men kelishim kerak degani. U kechqurun bo'ladimi, boshqa kelib o'sha yerda ish tashkillashtirib, o'sha uydan chiqib, o'sha sexga kelgunimcha o'ylab kelaman, o'sha jarayonni qanday tezroq ishga tushirish yo'llarini. Tez biz brigadani tashkil qilamiz, hammasini kechqurun bo'lsa kechqurun kun. Jarayon to'xtab qolsa, demak, kunlik plan rejaga chiqa olmaymiz. Eng yomon o'sha oqibatga olib kelishi bor. 4-5 soatga borishi mumkin eng katta ko'p nosozlik. Ko'pini eng kichkinasini yarim soatda bajara oladigan nosozliklar bor. Ishda eng ko'p takrorlaydigan ibora adashmasam shu reja qancha edi, qancha chiqara olding. Ishdan tashqari deganda endi ishdan tashqari vaqt juda ham ko'p emas. O'sha shanba endi dam olish kunlari bo'lsa, oilaviy sayrga chiqamiz, teatrga boramiz bir xilda. Keyin o'zimiz mahallada kichkina stadionimiz bor, o'shanda bir futbol o'ynashga chiqib turaman kech paytda. Hayot o'rgatgan eng saboq bu
hech qachon cheklanish kerak emas. Biron qiyinchilik keldimi, o'sha qiyinchilikni qandoq paydo bo'lgani, qandoq yechish yo'lini o'rganish kerak. O'shani saboq bo'lgan. Mana shu aynan mana shu sexda shu saboq bo'lgan bizda. Oilada 4 kishimiz. Turmush o'rtog'im maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 2 nafar qizim bor. Birinchi katta qizim hozirgi kunda Chirchiq davlat pedagogika universitetining 3-kurs talabasi, ikkinchi qizim 8-sinf maktab o'quvchisi hali. Endi u sohadan natija deganda o'sha metallarni toza holatiga olib borib, bundan ham qimmatroq sifatli darajaga olib borish. Mana haqiqatan metal qancha toza sof holatiga olib borilsa, shuncha narxi oshib boraveradi buni. O'sha jarayonni o'rganish ustida ish olib boryapmiz, to'g'risi hozirgi kunda. O'sha ham asosiy maqsad hozirgi kunda.